og'zini ochyosanlar u qizlarni. Donatorlar qo'ydi. Ha bu qiz ahmoq bo'lib kirib qoldi boshi aylanib. Man ikkita tug'ib, mana shu bolalarni tug'ib, yerdan ajrashib ketib, o'sha 30 ga to'lib, 30 dan oshib, miji-pijini men endi bildim. Ikkita erkak kishi, bitta xotin kishi bo'lar ekan, miji-piji. Men nima? Miji desam, o'shani endi bildim men internetga kirib. Yo'qsa men anqo bir jinni do'dir qiz emasman. Miji-pichilarni shu yerga men TikTokka kirib bildim. Nima ekan u? Jima-jimaji, ana ikkita erkak, bitta qizi jima-jimaji derkan. O'shunaqa desa hamma biladi-yu, deyapti menga. Miji, shunaqa. Men endi bilimman. Bu qizlar hozir internetga kirdimi? Hali 18 ga to'lmagan. Bu qizlar hali beti ochilmay, pardasi buzilmay, miji-mijilarni ko'radi. Qo'toni ko'radi, erga tegmasdan oldi. Erga tegmasdan oldi, adasi tengiga qizga, adasi tengi ko'potda kishiga amini ochib ko'rsatadi. Adasi tengi katta kishiga emchigini ko'rsatadi. Onlayn nimaligini biladi. San donatorlar shu ishni qilyapsanlar. Ertaga bu hayot bumerang. Ertaga mana shu jo'jiga o'xshab qizingni boqyapsanlar-ku. Jo'jiga o'xshab, voy qizim, voy qizimga hech kim tegmasin, qizim qilyapsan. Ertaga xuddi hech kim tegmagan qizingga bitta katta o'zing tengi kishi keladi. Asalim, popishini, deydi. Hayot shunaqa. Hozir 4 kunda qaytyapti. 4 kunda bo'lsa 4 oyda. Ertaga men bundan qotgan qizingniki, voy qizim, voy mamachini. O'shalar o'ylab qillaring nima qilayotganingni. O'ylab qillaring. Qaytadi ertaga. Qaytadi. Shuni o'ylab qilinglar. Ozgina 100-200 ga qiziqadi-da, 100-200 ga qiziqib, ertaga chaqiradi, chiqadi. Asalim, Sampo, доброе утро, yaxshi dam oldingmi, Sampo? Ertaga 3-4 so'mga qiziqtirib chaqiradi bitta bola. Chaqirgandan keyin ovqatlanishar, mayli birinchi kun 1-2 marta uchrashib ko'rishar. O't-bo'tlarni ushlar o't-bo'tlarini. Keyin ushlab unga ham yoqadimi? Keyin gostinsaga olib borar. Nima bo'ladi? Hayot nima bo'ladi? Ami chiqib ketadi-yu, jimma-pimmachilarga qatnashadigan qiz bo'lib qoladi keyin. Internetda o'sha bizni ko'p-katta xotin bo'ldik, bolalarni tug'ib yerga tegib, bizga nima qilsa ham o'sha ami chiqib ketdi hayotda. Nima qilsa ham bizga yarashadi. Kichkina qizga nima bor? Erga tegmagan bitta oilani boshqarsin u.